Assalomu alaykum, aziz hurmatli Turan Bobasi kanalining kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar, omonmisizlar, charchamasizlar, yurtlarim, ishlar bilan harmonlar. Mana men bugun mana o'zingiz ko'rgandek Nukus qalasindaman. Aeroportda turibman. Aeroportda turganimning sababi hammangiz bilasizlar, mening nevaram, aqlig'im Davronbek Rossiyadan keldi, shuni kutib olishga keldim bugun Nukus qalasini. Hozir Xudo xolasa mana kutib o'tiribman. Hozir kecha sizlar bilan birgalikda şu kutub olamiz. Evet aziz dostlar, mana hozir samolyotim mana Davronbek ham ketar ekan o'ziga kiras. Ha, Davronbek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hamma sog'lik, salomatlik, sog'lik. To'ylar bo'lsin. Hala yaxshi keldingmi? Video atırsızlarmı? Ha, bugun video atırdık shu birga xalqqa ko'rsatdik, sizlar bilan hammamiz birga ko'rik deb hozir video qilib o'tirdim. Qala yaxshi keldingmi? Sog' salomat. İşlerin yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Isı deb sovuq ekan qo'yib berib. Kurtkada to'ngib turibman hozir. Aeroportdan tushgandan pagoda buzilib ketgan. Bu bilmay, sen qayermi bilmay, shu kunning suv ketdi. Hozir o'ziga isiydi bugun 15 gradusga tushib qoldi. Bunda salomlashib qo'ying. 3 yilmi, 4 yildan beri hech kim bilan salomlashmaydi, menimcha kanallarda. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan ko'rayotgan aziz obunachilarimiz, qandaysiz, yaxshimisiz? Azizlar, biz ham keldik. Xudo xohlasa bu yog'iga bobomizning kanallarida ozgina ko'rinib turamiz degan umiddaman. Bobomizga ozgina yordamlashib, sizlardan ham shu iltimosimiz, ozgina qo'lingizdan kelguncha qo'llab bobomizga yordamlashib turasiz degan umiddaman. Azizlar, uzr so'rayman ozgina. Bo'lmasa aziz do'stlar, ancha charchaganmiz, boshqa qilganmiz, yo'l yurish oson emas, bilasiz. 4000 kilometrdan uchib kelyapman, samolyot опоздал bo'lgan, kechikkan boshqa. O'shandan keyin estos uyga borib, bobomiz bilan damda olib, keyin ko'ramiz. Lekin obunachilarimiz bugun kommentariyalarga ko'pchilik yozib tashlashi mumkin. Davron, kanalingni nimaga yuritmayapsan yoki kanalni yurtasanmi, Nukusda boshqa deb. Endi men kanalimda chiqmayman aziz do'stlar, shu bobom hozir video olayotgan ekan, o'shaning uchun nima qilyapman bilsangiz, ijtimoiy tarmoqlardan ancha uzoqda yuribman. TikTok, WhatsApp, Instagram, boshqa nimalarda ham ancha ko'rinmayapman. O'shaning uchun kanallarimda yurmayman. Turan Bobasi endi kanallarda 1-2 joylarda ko'rinib yordam qilib yuborishim mumkin, lekin boshqa nimalarda chiqmayman. Bu savolga ham javob berishim mumkin, kommentariyada yozib boshqa qilib nima qilib qo'yishim mumkin. O'shaning uchun oldindan aytib qo'yapman deyman. Bunda yuramiz ata. Men vazoni netib kechikib, kecha nechida shu ertalab chiqqanmi, boshqami bilmayman, bir sutkaday bo'ldi, uxlamaganga ham, boshqasiga ham samolyot kutib, bu cheris bo'lgandan keyin ancha charchaganmiz. Obunachilar, barchangizga omad tilayman ishlarda, bizda musofirda ko'rayotgan akalarim, ishlaringizga omad. Shu Rossiyada, Turkiyada, Qozog'istonda ko'rayotgan akalarimga ham omad tilayman. Ko'pchilik menimcha adashmasam Qozog'istonda ko'ryapti, Rossiya taraflarida VPN bilan kiryapti. O'shaning uchun ham YouTube'da prosmotr tushib ketgan deb o'ylayman. Lekin Rossiyada ham VPN qo'yib, VPN topib ko'rayotganlar bor. Barchangizga omad tilayman. Ishlarni bosinglar, soqqani qilinglar azizlar. Xudo xolasa bobomizni ham qo'llab turinglar, hech bo'lmasa videolarga like bosib, hozir loyihalarni men videolarni ko'rib turardim. Bitta loyiha qilyapti, o'sha loyihalarda ham ozgina bo'lsa ham kam-kamdan yordamlashib turinglar, iltimos sizlardan. Bo'lmasa mikrofonni beraman bobomga. Mana o'zingizni ko'rasiz, obunachilaringizga gapingiz bo'lsa. Bunda mana yaxshi, aziz hurmatli do'stlar, mana Davronbek aqlimizga keldi, sog' salomat yetib keldim deb ishlar. Bilmayman, 3 yilmi? 3 yildan beri hozir kelibdi. Shu men o'zim kutib olayin shu. O'zingiz ham tanishlar, bilasizlar. Shu bilardan bir videoda ko'rsating kelganini deb shu video qilib o'tiraman. Shu sababli mana shu kungacha qo'llab-quvvatlab keldinglar. Men bu yerda shu mana endi Navbat qizimizni shu uy olib kelishini yordam etib turasizlar degan umiddaman. Shu kungacha qo'llab-quvvatlab keldinglar. Shunday like'larni bosib, podpisatsiya bo'lib, qo'lingizdan kelgancha imkoniyati bor insonlar hammaga majbur emas. Shu 5000 so'mdan bo'lsa, 10000 so'mdan bo'lsa, shu Navbat qizimizga bir joy olib berish maqsadida mana shu loyiha qilib boshlab bu vaqt bo'ldi, mana 5-6 oy bo'lib ketdi. Endi shu
az masada cihalı batır. Şu cihalığın pullarınızı hemmesi şu Nebat kızımızın yüzünde tuttu. Ha endi hazır Nebat kızımızdan şu video almalarımıza bir onu düşünüyoruz. Yok işte. Onda birga şu davran bilan birga borib bir video qilamiz, ham bu yoqni ko'rib yo'l ustida kirib o'tib, onda videolardan uzoqlashmay shu videolarni ko'rib boringlar davomini, xudo xolasa video qilib boramiz, qo'llab-quvvatlab turamiz. Hammangizga katta rahmat. Like bosib qo'ying.